Kuzatuvchilarimiz, mashinangizga komplektni zo'rini topib qo'ydim. Bitta ko'rasizlar. Men smartfonga bitta ahamiyat beringlar. P80 model. Fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Nima deyapti bu smartfon? Bu smartfonni eskidan pioner qo'yib yurgan akalar biladi. Vaqti zuvchani deyarli birinchi o'rinda bu smartfon. Endi men kolonkaga necha baho berasizlar? Bitta qaranglar. 17-20 pionerda kolonka bo'lardi. O'sha kolonkani avlodidan o'zi bir komplekt. Mana buni qaranglar. Kaftalni hamda duh komponentkasi. Men bitta ahamiyat beringlar. Men pioner yozuvlariga necha men bilan qaranglar. Men peshalkalarni ko'ryapsizlar. Mash komplekti shunday mashinaga qo'yasizlar, ishoninglar, prosta muzikani prosta udar chiqarib beradi. Endi bu narsaga zuvchani yana ham zo'r chiqishi uchun bitta men pioner 4 ta kanalli usilitel shunday qo'yib yuborasiz. Boshqa mashinangizga hech narsa qo'ymasangiz ham bo'ladi. Asnovni bu narsani Gentraga, Cobaltga, Nexus ga qo'yishyapti. Sizlarga bu komplekt qiziq bo'lsa, pastki raqamdagi aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarni bitta aytaman. Bu smartfonimizni $240 qilib beryapmiz. Bu komplekt kolonkamizni $200 qilib beryapmiz. Usilitelimizni $100 qilib beramiz. Yana taxminan $25 atrofida Pantera simi o'veriladi. Shu komplekslarni qiziqtirsa, Manzil Sergeli mashina bozor 5